Ushbu videoda biz CS2dagi qurollarning haqiqiy hayotdagi narxlarini ko'rib chiqamiz. Pistoletlardan boshlaymiz. USP-S original modeli Heckler & Koch USP. Ishlab chiqarilgan davlat Germaniya. Narxi 800 yoki 900 dollar. P2000 original model Heckler & Koch P2000. Davlat Germaniya. Taxminiy narx 700 yoki 800 dollar. 90-yillar oxirida Heckler & Koch USP asosida yangi ixcham va modulli pistolet ishlab chiqish boshlandi. U politsiya va maxsus xizmatlar uchun mo'ljallangan edi. Bugun u Germaniya politsiyasi va boshqa Yevropa davlatlaridagi huquq-tartibot idoralari tomonidan ishlatiladi. P250 original model Sig Sauer P250. Davlat AQSh va Shveysariya. Narxi 400 yoki 500 dollar. P250 politsiya, armiya va fuqarolik bozori uchun universal xizmat pistoleti sifatida ishlab chiqilgan. CZ75 Avto original model CZ75. Davlat Chexiya. Narxi 600 yoki 700 dollar. Asosan maxsus bo'linmalar va yaqin himoya uchun mo'ljallangan. Juda kuchli va avtomatik o'q uzish imkoniyati bor. Tech 9 original model Interact Tech 9 AQShda chiqarilgan. Ishlab chiqarishi 94-yilda to'xtalgan. Hozir faqat ishlatilgan modellar mavjud. Narxi holatiga qarab 500 yoki 700 dollar. Arzon materiallardan yasalgan, lekin oddiy va ishonchli. Oson topilishi va tashqi ko'rinishi tufayli u jinoyatchilar orasida mashhur bo'lgan. AQShda bir nechta jiddiy jinoyatlarda ishlatilgani sababli taqiqlangan va xavfli qurol ramziga aylangan. 57 original model FN57. Davlat Belgiya. AQShdagi narxi 1000 yoki 1200 dollar. FN57 harbiy va politsiya uchun yuqori texnologiyali yordamchi pistolet sifatida yaratilgan. U bronежилетlarni teshib otishga mo'ljallangan. Desert Eagle Isroil va AQShda ishlab chiqarilgan. AQShda yangi Desert Eagle narxi 1400 yoki 1700 dollar. Desert Eagle asosan fuqarolik bozoriga sotiladi. U armiya yoki politsiyada ishlatilmaydi. U juda og'ir, qimmat va murakkab. Asosan bu shou quroli, jang uchun emas. R8 revolver original model Smith & Wesson Performance Center Model 327 TRR8. Davlat AQSh. Narxi 1200 yoki 1300 dollar. Ishlab chiqarish maqsadi revolverning kuchini zamonaviy texnologiyalar va taktik aksessuar bilan birlashtirish. U AQShning SWAT kabi maxsus bo'linmalari uchun ishlab chiqilgan. Dual Berettas, ya'ni Beretta 92F. Ishlab chiqarilgan davlat Italiya. Bitta qurol narxi 600 yoki 700 dollar, ya'ni to'plam taxminan 1200-1400 dollar turadi. Beretta 92 1970-yillarda zamonaviy armiyaviy pistolet sifatida ishlab chiqilgan. Hayotda hech kim ikki qo'lda pistolet bilan otmaydi. Bu juda noqulay va samarasiz. Lekin o'yinlarda va filmlarda ikkita pistolet bilan sahnalar juda ko'p. Glock 18 Avstriyada chiqarilgan. Shveysariyada Glock 18 1000 dollarga topsa bo'ladi. Juda xavfli qurol hisoblanadi. Ko'pchilik mamlakatlarda oddiy fuqarolarga sotilmaydi. Aynan Glock 18 bu pistolet pulemyot, ya'ni avtomatik rejimi bor. U 1 daqiqada 1200 ta o'q ochish mumkin. Disclaimer: ushbu videoda keltirilgan narxlar o'rtancha hisoblanadi. Chunki qurollarning bu versiyasi bor va yangi versiyasi bor. Shuningdek, narxlar har xil bo'lish mumkin. Oddiy odamlar bir narxda xarid qilsa, davlat buyurtmalari uchun bu narx bir necha barobar arzonroq bo'lishi mumkin. Va albatta, hammasi sotuv amalga oshirilayotgan mamlakatga bog'liq. Keyingi qurollarga o'tamiz. Nova original model Benelli Nova. Davlat Italiya. Narxi taxminan 400 dollar. Benelli Nova universal pompali miltiq sifatida yaratilgan. O'zini himoya qilish uchun va politsiya uchun. Sot-off, ya'ni abrez. Aniq bir ishlab chiqaruvchi mamlakati yo'q, chunki bu juda eski qurol turi. Bu versiyalarni 200 dollarga topish mumkin. U juda ixcham bo'lgani uchun tor joylarda, binolarda yoki transportda juda qulay. Ko'plab mamlakatlarda abrezlar zapretga qo'yilgan, chunki ularni yashirish oson va yaqin masofada juda xavfli. MP7 original nomi Heckler & Koch MP7. Davlat Germaniya. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra fuqarolarga sotilmaydi. Narxi 1500 yoki 2000 dollar. U bronежилетlarni teshib o'tadi, lekin hali ham yengil va ixcham. Negev, ya'ni EV Negev. Davlat Isroil. Narxi taxminan 7000 dollar. Negev Isroil mudofaa kuchlari uchun yaratilgan yengil pulemyot. Mak 7 original nomi Techno Arms
Mark 7. Yaratilgan joy Janubiy Afrika Respublikasi. Taxminan narxi $2250 yoki $3500. Mark 7 ning asosiy g'oyasi drobovikning kuchini va pistolet-pulemyot shaklini birlashtirib, ixcham va qudratli hujum quroli yaratish. Asosan Janubiy Afrika xavfsizlik xizmatlari tomonidan ishlatiladi. PP-19 Bizon. Davlat Rossiya. Qoralar bozori uchun mavjud emas, shuning uchun aniq narxini aniqlash qiyin. Davlat buyurtmalari uchun narx taxminan $1000 yoki $1500 atrofida. PP-19 Bizon AKS-74U avtomati asosida ishlab chiqilgan. Mualliflar jamoasi orasida Viktor va Aleksey Kalashnikovlar. Ular AK-47 yaratuvchisi Mixail Kalashnikovning o'g'li va nabirasi. Qurol maxsus politsiya, FSB va terrorizmga qarshi bo'linmalar uchun mo'ljallangan edi. UMP-45, original nomi Heckler & Koch UMP-45. Davlat Germaniya. Taxminan narxi $1500. UMP MP5 pistolet pulemyoti uchun arzon va yengil muqobil sifatida ishlab chiqilgan. MP5 afsonaviy, lekin ishlab chiqarish qimmat va murakkab. UMP-45 yaqin janglar, politsiya va armiyada ishlatiladi. M249, original nomi FN M249 SOW. Davlat Belgiya. Fuqarolar uchun narxi taxminan $10,000. Davlat buyurtmalari uchun $4000 yoki $5000. M249 AQSh armiyasi buyurtmasi asosida ishlab chiqilgan. Uzoq davom etuvchi otish va kuchli bosim bilan dushmanni botirish kerak edi. Lekin uni bitta askar boshqarishi va harakatlanishi oson bo'lishi zarur edi. XM1014, original nomi Benelli M-Tor Super 90. Davlat Italiya. Narxi $1800 yoki $2000. U AQSh dengiz piyodalari korpusi uchun maxsus yaratilgan. Yarim avtomatik jangovar miltiq bo'lib, istalgan sharoitda ishlashi kerak edi. Qum, chang, namlik va hokazo. 1999-yilda AQSh armiyasi tomonidan M1014 nomi bilan xizmatga qabul qilingan. MP5SD. Original nomi Heckler & Koch MP5SD. Davlat Germaniya. Narxi $4000 yoki $4250. Bu klassik MP5 ning o'zgartirilgan versiyasi bo'lib, ichki glushitel o'rnatilgan. Bu uni yashirin operatsiyalar uchun ideal qiladi. MP5 o'zi birinchi marta KS-16 versiyada paydo bo'lgan. P90, original nomi FNP90. Davlat Belgiya. Narxi taxminan $2000. P90 Personal Defense Weapon konsepsiyasi asosida ishlab chiqilgan. Ya'ni ekipajlar, orqa chiziq bo'linmalari, politsiya va maxsus kuchlar uchun shaxsiy himoya quroli. Maqsad ixcham va yengil bronejletlarni teshib o'tuvchi, tez otish tezligiga ega qurol yaratish. MP9, original nomi Brugge Entome MP9. Narxi taxminan $2200. Davlat Shveysariya. Asosan politsiya va maxsus bo'linmalar tomonidan ishlatiladi. Endi esa avtomatlar va snayper vintovkalarga o'tamiz. Skar 20, original nomi FN Skar 20S. Davlat Belgiya. Narxi $2000 yoki $3000. Bu uzoq masofaga mo'ljallangan yarim avtomatik snayper miltig'i. Shturm vintovkasi asosida yaratilgan. Uni AQSh armiyasi va maxsus kuchlar ishlatadi. M-Tor A-Tor. Aslida bu Colt M-Tor karbin. Narxi $700 yoki $1000. M-Tor A-Tor real hayotda mavjud emas. Colt M-Tor karbin bu M-Tor A1 model. M16 vintovkasining qisqaroq va yengilroq versiyasi sifatida ishlab chiqilgan. U AQSh armiyasi va NATO ittifoqchilari uchun asosiy qurol bo'lib xizmat qilgan. Galil. Original nomi Imi Galil. Davlat Isroil. Narxi $1500 yoki $2000. Galil 1967-yilda 6 kunlik kurashdan so'ng yaratilgan. Maqsad mustahkam va texnik xizmat ko'rsatish oson bo'lgan qurolni yaratish. G3SG1. Original nomi Heckler & Koch G3SG1. Davlat Germaniya. Narxi $3000 yoki $5000. Bu Germaniya armiyasi uchun yaratilgan snayper miltig'i. Shuningdek, boshqa NATO davlatlari tomonidan ham ishlatiladi. FAMAS yoki FAMAS F1. Davlat Fransiya. Armiya buyurtmalari uchun $1500 yoki $3000. Ammo ishlab chiqarilishi to'xtalgan va eski modellar bozorda $10,000 gacha turishi mumkin. FAMAS Fransiya armiyasi uchun yangi avlodning asosiy vintovkasi sifatida ishlab chiqilgan. Maqsad zamonaviy, ishonchli
ishonchli va ixcham qurol yaratish. Fransuz armiyasi FAMASni 1978-yildan 2017-yilgacha asosiy qurol sifatida ishlatgan. AK-47 Sovet ittifoqida ishlab chiqarilgan. Narxi holatiga qarab 200 yoki 500 dollar. Hozir ishlab chiqarish yo'q, ammo dunyoda eng mashhur avtomati bu AK-47. AK-47 Sovet armiyasi uchun universal avtomatik qurol sifatida yaratilgan. Oddiy, ishonchli va kuchli. Asosiy vazifasi yaqin va o'rta masofada samarali otish. Avtomatik va bitta o'q bilan otish rejimlari bor va любой sharoitda ishlaydi. U 80 tadan ortiq davlatlarda xizmat qilgan. Hozir ham armiyalar, partizanlar, isyonchilar tomonidan ishlatiladi. AK-47 Sharq dunyosining madaniy va harbiy ramziga aylangan. U dunyodagi eng ko'p ishlab chiqarilgan qurol. Narxi arzon, ishonchligi yuqori. Ruslangan yoki eski detallar bilan ham o'q uzadi va 1 soniyani ichida yig'iladi. Qora bozorda narxi 50 yoki 300 dollar. Dunyoda taxminan 100 milliontadan ortiq AK-47 va uning kopiyalari mavjud. SSSR paytlarida bu qurol eksport uchun emas, massiv ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan edi. Ko'plab davlatlarga litsenziya bilan ishlab chiqarish ruxsat etilgan. Shuning uchun AK-ning juda ko'p kopiyalari mavjud. Ko'plab AK-47lar 60 yoki 80-yillarda ishlab chiqilgan va hali ham ishlaydi. SSG-08 original nomi Steyr SSG-08. Yaratilgan davlat Avstriya. Narxi 5000 yoki 6000 dollar. Avstriya armiyasi, Yevropa maxsus bo'linmalari va politsiyasi tomonidan ishlatiladi. SG-553. Original nomi SIG SG-553. Yaratilgan davlat Shveysariya. Narxi 3000 yoki 4000 dollar. Bu ixcham shturm vintovkasi bo'lib, maxsus ravishda maxsus kuchlar, qo'riqchilar, tez harakatlanish kuchlari uchun ishlab chiqilgan. AUK. Original nomi Steyr AUK. Avstriyada yaratilgan va narxi 2000 yoki 2500 dollar. Steyr AUK Avstriya armiyasi uchun universal qurol sifatida ishlab chiqilgan. U pistolet pulemyotlar, avtomatlar va yengil pulemyotlar o'rnini bosish kerak edi. 1977-yilda yaratilgan va o'sha davrda haqiqiy kelajak quroli bo'lib ko'ringan. AVP. Original nomi Accuracy International Arctic Warfare. Yaratilgan davlat Buyuk Britaniya. Narxi 4000 yoki 5000 dollar. AVP boltli snayper miltig'i bo'lib, ekstremal sharoitlarda ishlash uchun mo'ljallangan. Qor, loy, yomg'ir baribir ham ishlayveradi. Buyuk Britaniya, Germaniya, Norvegiya, Avstraliya va boshqa davlatlarda armiyalar tomonidan qabul qilingan. Endi esa granata yoki bronjilet haqida gapiramiz. Zeus X27. Original nomi Taser M26. AQShda yaratilgan. Narxi 400 yoki 500 dollar. Taser zaryadi 50 000 voltga yetadi. Bitta otish narxi 30 yoki 40 dollar. O'limga olib kelmaydi, lekin odamni 5 soniyaga falaj qiladi. Bronjiletlar har xil bo'ladi. Narxi 300 dollardan boshlab 800 dollargacha bo'ladi. Kaskalar esa 200 dollardan 600 dollargacha. Flashka. Original nomi M84 Stun Grenade. AQShda ishlab chiqiladi. Narxi turiga qarab 30 dollardan 150 dollargacha. Doom granatasi u ham AQShda ishlab chiqiladi. Narxi 40 dollardan 60 dollargacha. Oskol granatasi. Real hayotdagi nomi M67 Fragmentation Grenade. Albatta AQShda yaratilgan. Narxi 30 dollardan 45 dollargacha. Molotov kokteyli. Finlandiyada paydo bo'lgan. 40-yillarda Sovet va Fin urushi davrida paydo bo'lgan. SSSR tashqi ishlar vaziri Vyacheslav Molotov chiqib, biz finlarga non jo'natyapmiz degan. Finlar hazil bilan javob berishdi. Molotov bizga non jo'natayotgan bo'lsa, biz unga kokteyl yuboramiz. Shundan keyin Molotov kokteyli nomi paydo bo'ldi. Bu oddiy benzinli butilka, yong'inli granata. Real hayotdagi nomi M14 Incendiary Grenade. AQShda yaratiladi. Narxi 200 yoki 400 dollar. Buni suv bilan o'chirish mumkin emas. Faqat maxsus vositalar yoki kislorodni to'sib qo'yish yordamida o'chiriladi. Decoy granatasi. Real hayotda bunaqa granatani topa olmadim. Albatta kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ko'rishguncha!